Bugun 25-aprel 3-sinfda navbatdagi ajib hisob matematika to'garagimiz, mavzumiz formulalar. Bugun choynak metodida hozir unumdorlikka doir masalalar yechamiz. Bunda biz choynaklarni qopqog'ini topishimiz kerak bo'ladi. Avvalo, har bir guruh, qarang, 3 ta guruh. 3 ta guruh sardori o'zingizni guruhingizdagi formulalardagi choynaklarni qopqog'ini topishingiz kerak bo'ladi. Mavzu tushunarlimi? Qani, guruh sardorlar oldinga bir qadam chiqamiz. Xo'p, ishtirokchilar ham yana bir 2 qadam oldinga chiqadi. Guruh sardorlari darrov choynaklaringiz qopqog'ini topib oling. Marhamat. To'g'ri. Davr ko'paytiruv va teng umumiy ish hajmi. Xo'p. Bekzod, siz nima qilar ekansiz? Unumdorlikka doir masalalarni topamiz. Biz vaqtga doir choynaklar topamiz. Biz umumiy ish hajmiga doir masalalar topamiz. Masalalar topib, choynaklarni qopqoqlari bilan biriktirib olasiz. Avvalo, choynaklarni topishimiz kerak. Boshlandi. Shart. Choynaklarni olamiz. Xo'p. Marhamat. Xo'p. Xo'p. Tezlashamiz. Xo'p. Demak, Madinaboning guruhi bo'ldi. Hozir tushuntirib beradi. Xo'p. Har bir o'quvchi bittadan choynakni tushuntirib berasiz. 120 ni. Xo'p. Yaxshi. Xo'p, kim bo'ldi? Marhamat. Xo'p. Yaxshi. Ana endi birinchi bo'lgan guruh yorilamiz ikki chekkaga. Tushuntirib bering. Marhamat. Biz umumiy ish hajmini topish uchun unumdorlikni vaqtga ko'paytiramiz. Biz unumdorlik soatiga 7 metr. Vaqt 6 soat. 6 soat bo'ldi. Bu 42 metr ishlab chiqqan bo'ladi. O sharpa va ikkinchisini tushuntiramiz. Marhamat. Unumdorlik 3 metr soat tezligida vaqt 7 soat. 3 kara 7 21. 21 metr bosgan bo'ladi. Marhamat, Ergashev ikkinchi bo'ldi. Marhamat. Biz vaqtni topish uchun unumdorlikni bo'ldik. Umumiy hajmdagi 36 soatda 72 litr umumiy unumdorlikni 72 ni 36 ga bo'lsam 15 ta bajargan bo'ladi. Bu guruh unumdorlikni topish uchun umumiy ish hajmini vaqtga bo'lib tashlasak, demak bu umumiy ish hajmi 320 cm kvadrat va 8 minut. Bu degani 320 bo'lib 8 bu unumdorlik bo'lib chiqadi 40 cm Kvadratga teng bo'ladi. 180 ni bo'lsak 10 ga 18 ta chiqadi. 420 ni 6 ga bo'lsak 70 cm kvadrat Chiqadi, to'g'ri. Xo'p, hamma jamoa. Bu o'yin sizlarga yoqdimi? Marhamat, Madinabon, fikringiz? Men bu hajm choynaklarini bilish uchun umumiy ish hajmini biz topdik. Menga bu yerda ana ko'paytirish jadvalini va bo'lishni yodlaganim juda qo'l keldi. Xo'p. Bu formulalar asosida biz masalalarni yechdik. Formulalar bizga juda ham o'rinli keldi. Masalalar topishga qiyin emas ekan. Barchangizga ushbu choynak metodida qatnashganingiz uchun rahmat.